Buni ko'ryapsizlarmi? Hozircha men quduqqa chiqdim. U yerda ham yo'q. Yo'q, uni ko'rmadik. Men ham ko'rmadim. U qayerda bo'lishi mumkin? Mana bu yerga borib ko'raychi. U hech qayerda yo'q-ku. Yo'q. U mening uyimning oldida ekan, ey. Hamma bu yerga kelsin. Aholi, bu yerga kelinglar. Ketyapmiz. Men uje yetay deb qoldim. Biz uni ushladik. Ura, ular ushlashdi. Ani, yo'q. Hoy, Yovuz Yetil, sen bu yerga nimaga kelding? Nima ishing bor edi bu qishloqda? Ha? Senga gapiryapman. Men sizlardan qasos olgani keldim. Tushundinglarmi? Sizlarni albatta o'ldiraman. Hoy, tegma menga. Sen bu qishloqda hech kimni o'ldira olmaysan. Chunki bu yerda Minecraft bor. Sen shunday deb o'ylayapsanmi? Men baribir ham senlarni o'ldiraman. Shoshmay tur. Admindan menga telefon bo'lyapti. Alo. Ha, admin. Mana buni yozib qo'y. Nima? Hali vaqtli emasmi? Yo'q, yozib qo'y degandan keyin yozib qo'y-da. Xo'p bo'ladi. Baqiravermang menga. Yozib qo'yaman dedim-ku. Hoy, Minecraft, menga qara. Senda gapim bor. Nimaga meni ushlab turibsanlar, a? Nimaga? Hoy, nimadir demaysizlarmi menga? Mening kallamga zo'r g'oya keldi. Uni shunchaki qamab qo'ysakchi. Hech qayerga o'tolmaydigan qilib. Qani unda men ketdim. Narsalarni olib kelib olay. Hop. Kanalga hali ham obuna bo'lmaganmiz hali. Qani hamma obuna bo'lib, like bos. Tak. Narsalar hali olmadimmi? Qani ana. Ketdi bunda urishni boshlayman. Hoy, unga qarab turinglar. Hop. Men unga neobычный qilib qamoqxona qurib berishim kerak. Birinchi yerni olib olamiz. Hop, keyin obsidian. Mana buzib bo'lmaydi. Va mana bularni terib olamiz. Hop. Bu yerga bitta. Keyin esa bu yerga bitta. Bu yerga. Tayyor bo'ldi-yu. Kameralar ham o'rnatib chiqamiz. Tak. Yonlarni ham buzib olaylik. Tak, bu yerga lava qo'yamiz. Tayyor. Bu yerga o'tolmaydigan qilib qo'yish uchun nayzaga o'xshash narsalar va uni chaqirishga ketdik. Hoy aholi, ey. Uni olib borishimiz kerak endi. Uni olib boringlar. Qani yurchi Yovuz Yetil. Sen uchun zo'r qamoqxona tayyorladim. U yerdan umuman chiqa olmaysan. Ketdik. Hali kelishmaganmi? Men o'ylab qoldim. Mana bu yerlarga ham terib chiqsam bo'lar ekan. O'zimga tegib ketdi. Mana bu yerdan yurib kiradi. Hammasi to'g'ri chiqyapti. Hop.
Hop, hop. Tayyor bo'ldi. Hoji itlar. Hammangiz to'planib turib olganingizni qarang. Uni olib kirish vaqti keldi. Hoy, yovuz itil. Mening orqamdan yur. Axir men senlardek yovuz jishvaring emasman-ku. Senlarni o'ldiraman, qarab turlaring hali. Qani yur, ko'p gapirmassan. Sen hech qayerga qocha olmaysan. Ha. Seni qamab qo'ydik. Endi hech qayerga qocha olmaysan. Hop. Endi umuman chiqa olmaysan. Odamlarni ham o'ldira olmaysan. Mana bu yerni ham buzamiz va bu yerga ham qo'yamiz. Ura qishloqlar, biz hammasini uddaladik. Mana bu yerda kimdir qo'riqchi bo'lib turish kerak. Hoy. Orqamdan nimaga yuryapsan, ey? Mana, jetellar ham o'rab oldi. Endi u hech nima qila olmaydi. Jetellarni ham qamab qo'yamiz. Hoy, men sizlarni ana bu saroyning ustidan kuzatib turaman. Shuning uchun hech qaysingiz qochishga harakat qilmang. Bo'lmasam o'lib ketasiz. Biz jitellar senga nima qildik? Axir senga yordam berish uchun keldik-ku. Ana bu yaramasda turishini qara. Farqi yo'q. Sizlar uni qo'riqlab turishingiz kerak. Bo'lmasam hammangiz o'lib ketasiz. Qanunda men ketdim. Sizlarni shu yerdan kuzatib turaman. Mening oldimda do'stlaringiz ham bor. Hozircha hammasi tinch. Yovuz jeteldan hech qanaqa qiliqlar ko'rmadik. U hech kimni o'ldira olmaydi endi. Tak. Ana bu kompyuterda sen kameralarga qarab o'tirasan. Tushundingmi? Ol mana buni. Bu durbin. Uni kuzatish uchun. Uning basharasini qarang. Qani unda gaplarimni tushundingmi dedim. Mana bu quyoshning botishini qara. Bu juda chiroyli-a. Unda chalg'imaymiz. Hoy, hammasi joydami? Mana bu durbin sen uchun. Pastga tushib, uning oldiga borib ko'ramiz. Hammasi joydami? Voy. U hech qanday xatti-harakat qilgani yo'q, hammasi joyida. Ana tepadagilar nima qilyapti? Menga qara, men hech qanday qotil emasman. Hech kimni o'ldirganim yo'q men. Men senga o'ldirding demadim-ku. Hech qanday qochib keta olmaysan. Sen oldin qancha jetellarni o'ldirgansan? Ular o'zlari ham meni o'ldirmoqchi bo'lishgan. Ana admin ham shu yerga keldi. U sening tepangda turibdi. Endi sen juda qattiq qo'riqlovda bo'lasan. Va hech qayerga qocha olmaysan. Salom admin. Hammasi joydami? Ha, hammasi joyda. Mening teleportatsiya qurolim bor. U bilan men mana bu yovuz jetelni yaxshilar mamlakatiga tashlayman. Yoki-da yomonlar. Qonunda xayr senga yovuz jetel. Hoy admin, uni qayerga teleportatsiya qilib yubording? O'zim ham bilmayman. Bilyat. Hoy, jetel, nimaga menga qarab turibsan? Tomonga o'tib ko'raylik-chi.
admin. Rahmat hammasiga sen uchun. Qani unda hammaga xayr. Bu videoni ko'rganingizdan xursandman. Obuna va like bosish esdan chiqmasin. Biz esa yanada yaxshiroq kontentlarni qilishga harakat qilamiz.